Davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudida birovning avtomobilini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib, sotib yuborgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Muxbirimiz Islom Nishonov ushbu jinoyat tafsilotlari va sud jarayoni haqida so'z yuritadi. Farg'onada avtomashina oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi fuqaro Alijonovga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Ish Beshariq tumani sudida ko'rib chiqildi. Aniqlanishicha, avval ham bir necha bor sudlangan Alijonov ijtimoiy tarmoq orqali sotuvga qo'yilgan. Fuqaro Hasanovaga tegishli narxi 317 million so'mdan ortiq bo'lgan Jetaur Dashing rusumli avtomashinaga qiziqish bildirgan. Keyinchalik u Hasanovaning tanishi Hayitov bilan uchrashib, avtomashinani 9000 AQSh dollariga to'lovni 2 oy muddatda amalga oshirish sharti bilan sotib olishini aytgan. Shuningdek, u avtomashinaga rasmiylashtirilgan 253 million so'mdan ortiq bank krediti to'lovlarini ham o'z zimmasiga olishini bildirgan. Ishonch qozonish maqsadida dastlabki to'lov sifatida 4000 AQSh dollari berib, jabrlanuvchini aldagan holda avtomashinani firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan va keyinroq sotib yuborgan. Oqibatda ushbu jinoiy harakatlar natijasida jabrlanuvchilarga juda ko'p miqdorda zarar yetkazilgan. Xususan, transport vositasining egasiga 317 million so'mdan ortiq. Fuqaroviy da'vogar Abdurazzoqovaga avtomashina uchun dastlabki to'lov, sug'urta va 1 oylik kredit to'lovlari hisobidan jami 128 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgani aniqlangan. Sud hukmiga ko'ra Alijonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga asosan aybdor deb topilib, unga qonuniy jazo tayinlandi. Sudlanuvchi Alijonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismi A bandi bilan aybli deb topilib, unga shu moddaga asosan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining 2024-yildagi hukmi bilan tayinlangan jazoga sud hukmi bilan tayinlangan jazoni qisman qo'shib, Jinoyat kodeksining 59-modda 8-qismiga asosan uzil-kesil o'tash uchun 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, sud hukmi bilan jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararlarni undirish belgilandi.